Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Demak, grammatika mavzularida eng qiynalgan bo'limlarimizni boshlaymiz. So'rovnomalar natijasiga ko'ra birinchisi, demak, bu punktuatsiya. Bugun vergul haqida gaplashamiz. Bilamizki, punktuatsiya bu tinish belgilarini o'rganadigan bo'lim. O'zbek tilida 10 ta tinish belgisi ishlatiladi. Ularning taxminan 4 tasi eng faol hisoblanadi. Qolganlari nisbatan kam o'rinlardagina ishlatiladi. Bugungi darsimiz vergul haqida. Demak, boshladik. Kamina, faqat nizom. Darsimizning umumiy tuzilishi qanday bo'ladi? Avvaliga vergul haqidagi nazariy qoidalarni ko'rib chiqamiz va undan keyin milliy sertifikat hamda attestatsiya imtihonlarida tushadigan namunaviy test tiplari tahlilini ko'ramiz. Boshladik. Birinchi qoidamiz vergul qayerda ishlatiladi? Birinchi o'rinda gapda bog'lovchisiz tenglanish intonatsiyasi bilan bog'langan uyushuq bo'laklar bir-biridan vergul bilan ajratiladi. Ya'ni gapda shunday ikki yoki undan ortiq so'zlar keladiki, ular bir xil so'roqqa javob bo'ladi, bir xil qo'shimchalarni oladi, bir xil gap bo'lagi vazifasida keladi va sanish ohangi bilan aytiladi. Mana bunday bo'laklar uyushuq bo'lak deyiladi va ular orasiga vergul qo'yiladi. Masalan, kitob, qalam, daftar bo'lsin yo'ldoshing. Demak, bu yerda kitob, qalam, daftar degan 3 ta so'z o'zaro uyushib bo'lak bo'lib kelgan va ular orasiga vergul qo'yilgan. Xuddi shunday ikkinchi gapimizda bir kuni avliyoning huzuriga baland bo'yli, uzun sochlari yelkasiga tushgan yalangoyoq bir odam kirib keladi. Mana baland bo'yli, sochlari yelkasiga tushgan, yalangoyoq 3 ta so'z o'zaro uyushgan va ular orasiga vergul qo'yilgan. Bu birinchi qoidamiz edi. Ikkinchi qoidamiz undalmalar gapning boshida kelganda, undan keyin, gap o'rtasida kelganda har ikki tomonidan, gap oxirida kelganda esa undan oldin vergul qo'yiladi. Undalma nima edi? So'zlovchining fikri qaratilgan shaxs, narsa yoki o'rin-joy undalma deyiladi. Birinchi namunaga qaraymiz. O'g'lim gapimga diqqat bilan quloq sol. Demak, bu yerda fikr o'g'limga qaratilyapti. Gap boshida kelgani uchun undan keyin vergul qo'yilgan. Ikkinchisida Xudoning dargohi keng o'g'lim, tavba qil. Bu yerda yana fikr o'g'limga qaratilgan, gap o'rtasida kelgan, ikkita tomonidan vergul qo'yilyapti. Uchinchi gapimiz esa o'zingiz ayta qoling Matlubaxon. Matlubaxonga qaratilgan fikr gap oxirida kelyapti, undan oldin vergul qo'yilgan. Demak, undalma vergul bilan ajratilar ekan. Ana endi uchinchi qoidamizga o'tamiz. Undovlar gapning boshida kelganda, undan keyin, gap o'rtasida kelganda har ikki tomonidan, gap oxirida kelganda esa undan oldin vergul qo'yiladi. Undovlar deyilganda alohida so'z turkumlariga mansub bo'lgan undov so'zlar nazarda tutilyapti. Birinchi gapga e'tibor beramiz. Voy, muncha ochilib ketibsan. Demak, voy degan so'z bu yerda gapning boshida qo'llangan va undan keyin vergul qo'yilyapti. Ikkinchi gapimiz, kuzatishda foydalaniladigan zamonaviy sukunalarning rivojlanib ketgani esa alohida mavzu. Demak, degan undalma gapning undalma emas, undov so'z gapning o'rtasida qo'llangan va har ikki tomonidan vergul bilan ajratilyapti. Lekin undalma va undov so'z kelishiga oid bitta diqqat qaratishimiz zarur bo'lgan o'rin bor. Bunga alohida e'tibor beramiz. Ammo gapda undalmalardan oldin kelgan undovlar odatda undash, murojaatni kuchli darajada ifodalash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun undalmalar oldidan kelgan undovlardan so'ng odatda vergul qo'yilmaydi. Demak, qoidani real gapda ko'ramiz. Kelay furqat suxanni muxtasar qil. Demak, kel degan so'zdan keyin, bu alohida gap ham, ey furqat degan undalma qo'llanyapti. Furqat degan undalmadan oldin ey degan undov so'z bor. Va bu undov so'zdan keyin vergul tushirilyapti. Nega? Chunki u undalmadan oldin qo'llangan. Ey qotil degan shunday azm terakni nobud qilding. Ey qotil, qotil bu yerda undalma, ey so'zi qotildan, undalmadan oldin qo'llangani uchun orasida vergul tushirilyapti. Mana shu qoida esimizdan chiqmasligi zarur. Keyingi qoidaga o'tamiz. Kirish so'z, kirish birikma va kirish gaplar. Ya'ni bu kirish nima degani? So'zlovchining bayon qilayotgan fikrga munosabatini ifodalovchi birliklar.
Gapning boshida kelgandan keyin, gap o'rtasida kelganda har ikki tomonidan, gap oxirida kelganda esa undan oldin vergul qo'yiladi. Birinchi gapga e'tibor beramiz. Afsuski, u haqiqatning yuza qatlaminigina ko'ra oldi. Demak, bu yerda afsuski degan so'z bu kirish so'z hisoblanadi. Achinish munosabatini aks ettiryapti. Shuning uchun gap boshida qo'llangan, undan keyin vergul qo'yyapmiz. Ikkinchi gap, juvonning toqati toq bo'ldi shekilli, dumalayotgan o'g'lini yerdan yulqib ko'tardi. Demak, shekilli so'zi gumon ma'nosini ifodalayapti munosabatini va gap o'rtasida qo'llangani uchun har ikki tomonidan vergul qo'yilyapti. Uchinchi gapga e'tibor beramiz. Hali hech kim bilmaydi menimcha. Demak, menimcha degan fikrning kimga tegishli ekanligini, ya'ni munosabatni ko'rsatuvchi kirish so'z gap oxirida qo'llangan va undan oldin vergul ishlatilyapti. Demak, 3 o'rinda kelishiga 3 ta namuna. Bular faqat kirish so'z haqida edi. Kirish birikma va kirish gaplar to'g'risida ham xuddi shunday qoida amal qiladi. 5-qoidamizga o'tamiz. Ajratilgan bo'laklarning har ikki tomoniga odatda vergul qo'yiladi. Ajratilgan bo'lak nima ekanligini biroz eslab olamiz. Gapda shunday bir so'z keladi. Bu so'z tushunarsiz bo'ladi yoki bu so'zni alohida ajratib, ta'kidlab ko'rsatish zarur bo'ladi. Va bu so'zdan keyin ma'lum bir so'z yoki so'zlar birikma tarzida keladi va bu ajratilgan bo'lak deyiladi. Demak, ikkita vazifasi bor ekan: ma'noni ta'kidlash yoki uni izohlash. E'tibor beramiz. Birinchi gap. Enaxonning onasi o'zi pakana va uning ustiga bukchaygan kampir o'yin qilgan bo'lib hammani kuldirdi. Demak, onasi degan so'z ajratilyapti, vergul qo'yilyapti. O'zi pakana va uning ustiga bukchaygan kampir, mana bu ajratilgan bo'lak. Undan keyin yana vergul qo'yib gap davom etyapti. Ajratilgan bo'lak bo'lgani uchun onasi, demak kampirgacha bo'lgan birlik ajratilgan bo'lak hisoblanadi. Ikkinchi gapga e'tibor beramiz. Onam uyushgan oyoqlarini uqalagancha orqaga, bola yig'layotgan tomonga qarab ketdi. Ajratilgan bo'lak ekanligini ko'rsatuvchi bizga shunday bir bog'lovchi vosita borki, ya'ni bu vergulda ya'nini qo'yib ko'ramiz. Orqaga, ya'ni bola yig'layotgan tomonga. Mana shunda, chunki bizda tinish belgisining nima sababdan, ya'ni vergulning bu o'rinda nima sababdan qo'yilgani muhim hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda ya'nini qo'ysak, ajratilgan bo'lak uchun qo'yilganligi yuzaga chiqadi. Qayerdadir yaqin joyda daryo shovullaydi. Qayerdadir vergul yaqin joyda. Demak, bu yerda ham ya'nini qo'ysak bo'ladi. Qayerdadir degan so'z ajratilyapti, yaqin joyda deb alohida ta'kidlanyapti. 6-qoidamizga o'tamiz. Bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gap tarkibidagi gaplar o'rtasida alohida mazmuniy munosabatlar mavjud bo'lmay, bu gaplar bir paytda yoki ketma-ket sodir bo'lgan, bo'ladigan, bo'layotgan voqealarni ifodalasa, odatda ular o'rtasiga vergul qo'yiladi. Demak, bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gaplar, ular o'rtasida ikkita munosabat bo'lishi kerak ekan. Bir paytda yoki ketma-ket ro'y bergan, ro'y beradigan, ro'y berayotgan hodisalar bo'lishi kerak. Birinchi gapga e'tibor beramiz. Botirlari kanal qazadi, shoirlari g'azal yozadi. Demak, bu yerda kanal qazadi, g'azal yozadi degan ikkita mazmun bir paytda ro'y beryapti. Shuning uchun bular orasiga, ya'ni bog'lovchisiz qo'shma gap orasiga vergul qo'yilgan. Ikkinchi gapga e'tibor beramiz. Avval ular bizga yetib olishsin, keyin birga jo'naymiz. Demak, bu yerda ikkita harakat bor, yetib olishsin, jo'naymiz. Bular ketma-ket. Demak, birinchi yetib olishsin degan harakat bajarilishi zarur, keyin jo'naymiz degan harakat bajariladi. Mana shunda ham bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari orasiga vergul qo'yiladi. 7-qoidaga o'tamiz. Bog'langan qo'shma gap tarkibidagi gaplar orasida vergul ishlatiladi. Kunlar ilib qolgan, ammo yerdan hali qishning zahri ketmagan. Demak, ilib qolgan degan kesim bu birinchi gapning kesimi, ikkinchi gapning kesimi ketmagan. Demak, o'rtada ammo degan bog'lovchi bor. Bog'langan qo'shma gapni hosil qilgan va bog'lovchidan oldin vergul qo'yiladi. Ikkinchi gapga e'tibor beramiz. Zum o'tmay qo'lni yuvib chiqdi-da, mehmonlarni kutib olish uchun shoshildi. Mana yuvib chiqdi-da degan kesim da degan bog'lovchi, bu yerda biriktiruv bog'lovchisi va undan keyin vergul qo'yilyapti. Undan keyin bog'langan qo'shma gapning ikkinchi qismi davom etyapti. Shoshildi degan kesim mavjud. 3-gapga e'tibor beramiz. Dam jahlim chiqadi, dam kulgim qistaydi. Demak, jahlim chiqadi va kulgim qistaydi degan ikkita kesim bor. O'rtada dam degan bog'lovchi bor. Bog'langan qo'shma gapni hosil qiladigan
ayruv bog'lovchisi va ikkinchi ayruv bog'lovchisidan oldin bu o'rinda vergul qo'yiladi. 8-qoidamiz ergashgan qo'shma gap tarkibidagi gaplar orasiga ham vergul qo'yiladi. Masalan, birinchi gap ular mening aytganimni qilishadi, chunki men oilamizning kenjatoyiman. Chunki sabab bog'lovchisi ergashtiruvchi bog'lovchi ergashgan qo'shma gapni hosil qiladi va undan oldin vergul qo'yamiz. Chunkidan oldin, keyin emas, e'tibor beramiz. Aksar o'rinlarda undan keyin ham vergul qo'yish holatlari uchraydi. Bu yerda bog'lovchilardan keyin vergul qo'ymaymiz. Ikkinchi gapga qarasak, odam bolasi borki, barhayotlikni orzu qiladi. Demak, borki kesimidagi ki yuklamasi qo'shma gaplarni bog'lashga, aynan ergashgan qo'shma gapni hosil qilish vazifasini bajaryapti va undan keyin vergul qo'yilgan. Uchinchi gapga e'tibor beramiz. Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi. Mana yashirsang sa shart mayli va undan keyin shaxsdan qo'llangan, undan keyin vergul qo'yilgan. Demak, bu ham sa shart mayli ergashgan qo'shma gapni hosil qiladi va undan keyin vergul qo'llanadi. 4-gapga e'tibor beramiz. Vatan uchun jangga bor deb qurol berdim qo'lingga. Demak, deb maqsad bog'lovchisi bu yerda, undan keyin vergul qo'llanadi. Toki qo'llanganda esa tokidan oldin vergul bo'ladi, debdan keyin vergul bo'ladi. Xuddi shunday farqlab olishimiz zarur bo'ladi deb hamda tokini. Shu bilan vergul qo'llanadigan o'rinlar qisqacha yakunlandi. Endi bularni bevosita testlar orqali ko'rib o'tamiz. Qanday testlar tushishi mumkin aynan vergul bilan bog'liq. Testlarni ishlashda videoni pauza qilib, ishlab olib, undan keyin tahlilini eshitishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi testimiz MS namunasidagi test. 5 ta gap berilgan va 5 ta gap bo'yicha to'g'ri javobni topish kerak. Bu yerda bir xil punktuatsion qoida asosida qo'yilgan gaplarni aniqlang deyilgan. Aynan 8 ta punktuatsion qoidani ko'rib chiqdik. Ulardan bittasiga to'g'ri kelish kerak. Aytaylik, 2 ta gap. Aynan bitta qoida bo'yicha vergul qo'llangan bo'lishi kerak. Siz uchun pauzani yoqib ishlab olishingizni tavsiya qilamiz. Agar ishlab bo'lgan bo'lsangiz, biz tahlilni boshladik. Birinchi gap: yur, seni deb men ham kechikyapman. Demak, bu yerda yur degan kesim bor. Buyruq istak maylida shakllangan kesim. Kechikyapman degan kesim bor. Demak, birinchi shaxsda umuman ikkita kesim bor. Shaxs soni alohida, mayli alohida, demak ikkita shakllangan kesim va bog'lovchi vosita yo'q o'rtada. Demak, bu bog'lovchisiz qo'shma gap qismlari o'rtasida vergul qo'llangan ekan. Ikkinchi gap: yarim tunda yotsa ham ertalab tong otar otmas uyg'onar edi. Demak, yotsa hamdan keyin vergul qo'yilgan, e'tibor beramiz. Demak, sa qanaqa qo'shma gap turini hosil qilardi? Ergashgan qo'shma gapni hosil qilardi. Demak, bu yerda ergashgan qo'shma gap qismlar orasida vergul qo'yilgan. 1 bilan 2 qoidasi mos tushmadi. 3-gapga o'tamiz. Sidiqjon to'xtadi, orqasidan kimdir kelayotgan edi. To'xtadi degan kesim zamoni, shaxs soni bor, shakllangan kesim. Kelayotgan edi degan kesim bor, shakllangan kesim. Ikkalasining egasi har xil. Demak, o'zaro uyushishi mumkin emas, chunki zamon, shaxs soni alohida. O'rtada esa bog'lovchi yo'q. Demak, bog'lovchisiz qo'shma gap qismlar orasida vergul qo'yilgan ekan. Bu esa aynan birinchi gap bilan mos tushadi. Ya'ni 1 va 3-gaplar o'zaro bir xil punktuatsion qoida asosida qo'yilgan ekan. Bu qoida esa bog'lovchisiz qo'shma gap qismlar orasida. Demak, C javobimiz 1 va 3 degan to'g'ri javob ekan. Xo'p. 4-gapni ham ko'rib qo'yamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, o'smirlar olamidagi jinoyatning 70% aynan shu badmastlik oqibati ekan. Ma'lumotlarga ko'ra bu kirish birikma hisoblanadi. Kirishdan keyin vergul qo'yilgan demak bu yerda. 5-si: hoy egachi, shu yerlikmisiz? Demak, egachi degan so'zdan keyin vergul qo'llangan. Egachi bu yerda undalma, fikr qaratilgan shaxs. 5 hech qaysi bilan, 4 ham hech qaysi bilan tepadagilar bilan mos tushmaydi. Shu uchun to'g'ri javobimiz 1 va 3 bo'ldi. Tabriklayman, to'g'ri topgan bo'lsangiz. Noto'g'ri topgan bo'lsangiz, qoidalarni o'zlashtirib, yana bir videoni qayta ko'rib chiqsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi testimizga o'tamiz. Bunda ham xuddi shunday pauza qilib ishlab oling. Ana undan keyin javobni eshitsangiz bo'ladi. Ishlab bo'lgan bo'lsangiz, biz tahlil qilamiz. Bu odatda MS namunasidagi test javob yoziladigan, ya'ni ochiq testda beriladi.
Parchada qaysi tinish belgisining qo'llanilishi bilan bog'liq xatolik kuzatilgan? Mavzumizdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta bu vergul bilan bog'liq xatolik bor. Faqat qaysi o'rinda xato bor degan savolga ham javob topamiz. Ya'ni bizga eng muhimi shu. Bu yerda vergul agar ortiqcha qo'llangan bo'lsa ham u bilan bog'liq xato bo'ladi. Qo'yilishi kerak bo'lgan o'ringa qo'yilmagan bo'lsa ham bu vergul bilan bog'liq xato hisoblanadi. Mana shunga e'tibor qaratamiz. Birinchi qator kimsani ranjitma hayhot. Demak, ikkita ranjitma o'rtasida vergul qo'llangan, so'zlar mana shunday takror qo'llanganda, takror so'z emas, alohida shakllangan kesimlar bular orasiga vergul qo'yiladi. Ranjitma hayhot degan undovsiz qo'llangani uchun undan oldin vergul qo'yilgan va undan keyin ham vergul qo'llanadi. Ikkinchi qatorga o'tamiz. Demak, bu yerda hammasi to'g'ri. G'azabing birovga sochmagil ey zot. Sochmagil degandan so'zdan keyingi vergul bu ey zot degan undalma va undovsiz mavjudligi uchun qo'yilgan. Aslida gap o'rtasida kelsa, undovlarning har ikki tomonida vergul qo'yilar edi. Lekin ey zot undalmadan oldin qo'llangani uchun eydan keyin vergul qo'llanmasligi to'g'ri hisoblanadi. Demak, bu qatorda ham vergul bilan bog'liq xatolik yo'q. Uchinchi qatorga o'tamiz. O'zing ranchek-ku, hech kimni ranjitma. E'tibor bersak, mana ranchek birinchi kesim, u biriktirib bog'lovchisi, ranjitma ikkinchi kesim. O'rtada u biriktirib bog'lovchisi bor, bog'langan qo'shmaga hosil qilinyapti. Demak, u biriktirib bog'lovchisidan keyin u yuda har uchalasidan keyin vergul qo'llanadi. Qachonki bular bog'langan qo'shma gapni hosil qilayotgan bo'lsa. Agar uyushuq bo'lakni hosil qilganda ular orasida vergul qo'yilmas edi. Demak, bu yerda u bog'lovchisidan keyin vergul tushib qolgan. Javobimiz vergul deb yozib qo'yamiz. Tamom, to'g'ri bo'ladi. To'rtinchi qatorni ham tahlil qilib qo'yamiz. Rohat desang agar o'zing g'amga bot. Bu yerda agardan keyin qo'llangan vergul odatda desangdan keyin, ya'ni shart mayli dagi so'z fe'ldan keyin vergul qo'yilar edi. Lekin bu yerda agardan keyin qo'llanyapti. Xatomi? Yo'q, xato emas. Muhimi ergash gap tugagan o'rinda qo'llanyapti. Agar rohat desang, mana shu o'zi ergash gap. Lekin agar desangdan keyin qo'llangani uchun vergul ham o'z-o'zidan agardan keyinga o'tadi. Bu xato emas. Muhimi agar mana bunda inversiya ro'y bergan bo'lsa, ergash gap tugagan o'ringa vergul qo'yilsa yetarli. Xo'p, eyzotdan keyingi undalma, g'amgabotdan keyingi nuqta, g'amgabotdan keyingi nuqtalar o'z o'rinda qo'llangan. Bu bo'yicha muammo yo'q. To'g'ri topgan bo'lsangiz, tabriklayman. Uchinchi savolimizga o'tamiz. Ana endi bu attestatsiya imtihonlarida tushadigan test savoli hisoblanadi. Buni ham pauzaga qo'yib ishlab oling. Ishlab bo'lgan bo'lsangiz, biz tahlilini boshlaymiz. Parchada qaysi tinish belgisining qo'llanishi bilan bog'liq xatolik kuzatilgan? Yana bir marta ta'kidlayman. Qo'llanishi bilan bog'liq deyildimi? Qo'llanmagan bo'lsa ham o'sha bilan bog'liq bo'ladi. Agar ortiqcha qo'llangan bo'lsa ham shu bilan bog'liq bo'ladi. Bozorda bir kulol ko'rsatib hunar, demak vergul ko'rsatib hunar ravishdoshdan keyin albatta vergul qo'yilish holatlari uchraydi. Hunar ko'rsatib tarzda ravishdosh, ya'ni qo'shma fe'lning joyi o'zgargan. Ikkinchi qatorga o'tamiz. Bir bo'lak xom loyni tepib pishitar. Bu yerdagi nuqta ham darakkab oxirida qo'llangan, xato yo'q. Loy ingrab aytadi, hoy sekinroq deb. Loy ingrab aytadi. Demak, bu yerda ega va kesim ko'chirmaga boshlanyapti. Ikki nuqta o'z o'rnida. Qo'shtirnoq albatta ko'chirmaga qo'shtirnoq ichida beriladi. Hoydan keyin vergul, undovsiz gap boshida qo'llansa undan keyin vergul qo'yiladi. Sekinroq deb bitta gap tugadi, tepdan keyingi vergul ham to'g'ri. Men ham kulol edim sendek birodar. Demak, e'tibor bersak, bu yerda fikr qaratilyapti birodar degan so'zga, lekin undan oldin vergul qo'llanmagan. Undalma gap oxirida qo'llanganda esa undan oldin vergul qo'yilar edi qoidamiz bo'yicha. Demak, sendek so'zidan keyin bu yerda vergul qo'llanishi kerak. To'g'ri javobimiz D, vergul bilan bog'liq. Birodar so'zidan oldin, sendek so'zidan keyin vergul tushib qolgan, ya'ni qo'llanmagan. To'g'ri topgan bo'lsangiz, tabriklayman. Video siz uchun foydali bo'ldi unda. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz yakunlanadi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying, tanishlarga yuboring, guruhlarga yuboring. Va albatta Tilchi Furqat Telegram kanalimizga hamda Furqat Nizom YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi
Mavzularimiz aynan tinish belgilari bo'yicha bo'ladi. Nasib qilsa, u ham siz uchun foydali bo'ladi. Salomat bo'ling, e'tiboringiz uchun rahmat.